yashaydi. Bizning yonimizda 3 ta mahalla bor, ya'ni bu hozir qurgan joyimiz oldin selsavit markaz bo'lgan. Hurmatli prezident, 1-yilda qurilgan, juda yomon ahvolda, qo'lda ham patologik ham hech narsa yaramadi. Assalomu alaykum. Mana bu yerga olib kelmaydi, o'qib mana ko'rganim. Gullarga qara, atrofga qara, mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz. Bu yerchi. Bir qachon gullar shahri bo'ladi? Nechta mahallang? 54 ta mahalla. Nechta shunda? Hozir 4 ta mahallani ro'yxatga olganmiz, og'ir mahallalar. Viloyat hokimiga topshirib, bugun qaror qabul qilasan. Rayoningda hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Hamma Namanganda atrofda yuradi. Bu yerdagi odamlar odam emasmi? 3 mingta ish joyi qilsak bo'ladi ana shu. Oshpazxona, to'garaklar hammasiga odamlar ishlaydi. Bemalol qaytarib olib kelsa, qancha kambag'al bor? Hozir Mahallada 93 ta kambag'alim bor. 7lik tashkil qilib berdingiz, rahmat. O'sha bo'yicha mana ham 7likda men sizlarga oylik olyapsiz-ku, olmayapsizmi? Harakatlaring sizlarda boshqacha bo'ladi, odamga yaqinlashasizlar, xalq bilan davlat orasida ko'prik bo'lasizlar deb harakat qilganman. Shuning uchun mahalla 7ligi deb mana hammani gapiryapsiz. Bu yerda qanday 7lik? Qani 7lik? Hozir mana tadbirkorliklarni rivojlantirsak, Xudo xohlasa yog'izga va'da beramiz. Biz kambag'allikni xoli hududga aylanamiz. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Ota-bobomizga ham, Namanganga ham, urf-odatimizga ham, o'zligimizga ham yarashmaydi bu joylar. Bugun mana Namanganga kelib, yangi rejalarni, masalalarni Namanganda mana shu odamlarni rozi qilish, qadrlarini ko'tarish, qilgan ishlarimizni yakun qilib, yangi rejalarni qilishga kelganmiz. Mana sizlarning mahallalaring hovuz ostida juda rivojlangan bo'lib ketgan ekan. Mana mahalla raisining binosini ko'rdim, joyini ko'rdim. Shuning uchun bugundan boshlab mahalla o'zgaradi, mahallaning atrofi ham o'zgaradi, nomini ham o'zgartiryapman. Sho'r ariq bo'lmaydi, yangi Namangan mahallasi bo'ladi. Sizlar rozi bo'lasizlarmi? Katta mablag' berdim, 10 milliard so'm juda katta loyiha qilib, loyihalarni sizlar bilan bamaslahat qilib, sizlarga joy bo'ladi, dam olishlaringga, bolalaringga o'qishlaringga, tibbiyot